Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doriləri degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema toxu va toxu tashliqi. Toxu va toxu tashliqi. Toxu go'shi bilan sho'rpisining shifalıq xususiyati to'g'risida men ko'zdan kechirish imkoniyatiga ega bo'lgan qadimgi hukmalar kitoblaridami azdur ko'pdir o'qigan. Zamonaviy ilmiy tibovatchilik bo'lsa, toxu go'shi bilan sho'rpisini dietiklik yengil g'izo deb hisoblaydi. Umuman, turmushda toxu sho'rpisi to'laroq ichini bo'shatish, tozalash maqsadida ishlatildi. Lekin bugun turmushimizda sho'rpa qaynatish usulimizning ota-bobolar usuliga hech yondashmaydiganligini ta'kidlashimiz kerak. Chunki ba'zilar men toxu sho'rpisi ichib bir rohatlandim desa, ikkinchi birlari men uydagilarga toxu qaynatib qo'y dedim, tamaki tashlagan edim, sho'rpa bilan ichimni tozalamoqchiman deb maqtanadi. To'g'ri, nurg'un mo'tavarlardan anglashimcha, atamdan o'z ko'zim bilan ko'rganimga qaraganda, bugun biz qaynatayotgan sho'rpa u faqat g'izo uchunla. Uning haqiqiy ma'nosidagi shifoliq xususiyati tuvan. Bizning oilada atam uchun toxu sho'rpisi tuvandikicha tayyorlanadi. Anam qozonga suv quyib, toxu go'shini solatdi. Keyin qozonga qasqini kuyib, uvilib tushib tugigan ko'ni jimbilni qo'yatdi. Uning ustida kichik chini bo'ladi. Shu tayyorlikdan keyinla o'choqqa o't tutashtiriladi. Qozon asta qaynaydi. Qozon qaynagan sari uningdan ko'tarilgan ho'r berib tuvoqqa tegidi va suv bo'lib chiniga tushidi. Bir toxu go'shidan o'ttirchina sho'rpa ilinadi. Bu sho'rpa odamning ichini bo'shtib qolmay, o't xaltasi, börak, dovsunda paydo bo'lgan tashlarni eritib, suydik bilan sirtqa chiqishni chapsonlashtiradi. Oshqozonga quvvat beradi. Burunqi zamonda dongliq bir tevib qiz bor ekan, deb atam so'zlab bergan hikoya ta mushu kungacha yodimda. U saqaytolmagan og'riq yo'q ekan. Bir kuni qizning o'z dadasi og'rib qopti. Bütün kuchini silib, bor imkoniyatlardan foydalanibdi. Biroq otasiga qilgan dorisi hech davo bo'lmabdi. Qiz ajablanibdi. Oxiri otasining ichini yerib, o'lish sababini aniqlabdi. Operatsiya qilganda otasining ichidan kichik tuxum cho'ngligida tashdisi tash emas, go'shtisi go'sht emas bir narsa chiqibdi. Uni sutga solsa erimabdi. Pichoq bilan kessa kesilmabdi. Bolqi bilan ursa ezilmabdi. Qizning beshi qetibdi. Oxiri qiz uni toxu sho'rpisiga silib qo'yibdi. Atisi qarasa, heliqi narsa mitchida erib ketibdi. Shunda qiz otasiga toxu sho'rpisini bermaganiga nihoyatda ichingan ekan. Bu latifa mantiqiga to'g'ri keladi. Atamga tayyorlangan sho'rpadan o'zimmi 2-3 qitim ichib ko'rdim. Uni ichgandan keyin odam o'zida haqiqatan bir yeniklik his qiladi ekan. Keyingi yillari ba'zilar o't xaltasida, börekda va dovsunda tosh paydo bo'lganda uni tushirish maqsadida toxu tashliqi ichidagi yupqa pardani qaynatib ichib yurganini o'z ko'zim bilan ko'rdim va o'zimmi boshqalarga shuni sinab ko'rishni taklif qildim. V ismlik 50dan amdili halqıgan bir ayol o'zining o't xaltasida tosh paydo bo'lganligini va doktorlarning operatsiyaga yot davatganligini, o'zining qo'rqib qechib yurganligini so'zlab berdi. Men bu usulning odam hayotiga daxl yetkazmaydiganligini, o'ti operatsiya yo'li bilan elib etilgan ba'zi bir tanishlarimning 80 yildan oshiqroq hayot kechirganligini aytib berdim. Lekin u operatsiyaga zodi rozi emasligini aytib turib oldi. Shunga qo'limdagi toxu tashliqidan berdimda 4 qitim qaynatib, har kuni 3 qitim tamoqdan yarim soat ilgari 30 gramdan ichishni tushuntirdim.
Siz degəndək 4 günlük uda içib idim, ağrıb, yetib qaldım. Şuningdan keyin to'xtatib qo'ydim, deb cho'ng ish qilgandek so'zladi u bir kuni kelib. Men uningga tashning tez parchalanmaydiganligini va oson chiqib ketmaydiganligini tushuntirdim. Tash uvilinib sirtqa qarab manganda albatta odamni bearam qiladi, og'riydi. Shundaq vaqtda mubodo sulu paxili bo'lsa, uni qaynatib yoki oddiy suvning o'zini qaynatib, ilman vanna ilish kerak. Yezlarda shahardagidek vannasi yo'q uylarda ko'ritini ishlatsin bo'ladi. U tashning chiqishini teziltidi. To'xu tashliqi pardasi qaynatmasini o't xaltasi, dovsun va börekdagi tashni uvutidi, eritib chiqirdi deb ishonch qilishimdagi sabab to'xu so'yganda tashliqni yarsangiz ichidan qum va aynak parchalari chiqadi. Demak, tash, qumlarni eritib, ulardan to'xu organizmiga qandaqdir lozimli moddalarni chiqarib berish tugmidi. Mubodo uning to'xuga biror foydasi bo'lmasa, to'xu ularni shubhasiz iste'mol qilmas edi. Yana bir narsa, to'xular danlab bo'lib, tam tuvida turadi-da, bo'ynini so'zidi va u yoqdan bu yoqqa to'lg'inadi. Shunda shubhasiz to'xu tashlig'idagi tashlarmi, aynaklarmi uvildi. Shuningga qarab, men ishonchlik holda o't xaltasidagi tashni tushirish uchun to'xu tashlig'i pardasini qaynatib ichishga bergan edim va har kuni belini 5-10 minut to'lg'ab harakatlantirishning lozimligini ogohlantirgan edim. Munda qilganda mayli börek, mayli dovsundagi tash bo'lsin, chapsan uvildi. Mening faraz qilishimcha ve tashliq pardasi qaynatmasini ikkinchi qitim ichgandan keyin o'ng biqinining qattiq og'rib ketganligini bahona qilib ichishni to'xtatgan. Yoki u tashliq qaynatmasini o'zini sal yaxshi his qilgandan keyin oxiriga yetkazmay to'xtatgan. Undaq deyishimga sabab, keyingi bir uchrashishda u o'ng biqinim yana og'rib turdi deydi. Kasbiy doktorlarning ta'kidlashiga qaraganda, vaqt o'tishi bilan o't xaltasi, dovsun yoki börekdan ketgan tash o'rnida yana tash paydo bo'larmish. Shunga doktorlar operatsiya qilgan bemorni og'riqxonadan uyga chiqarganda shuni ogohlantirib, 1 yilga yaqin suyni ko'paytiradigan shifoliq giyohlar qaynatmasini ichishni taklif qiladi. Vega men unimi aytib bergan edim. Agar Vening o'ng biqini yana og'rib yurgan bo'lsa, u yuqorida aytilgan choralarning biriga amal qilmagan yoki yaxshi bo'lib qoldim deb qarab, achchiq chuchuklardan o'zini tortmagan. Men hayron. Ba'zida shundoq odat borki, cheklangan ishni qilib, qilma degan ishni qilamiz. So'z navbati kelganda shunimi aytishim mumkinki, ba'zilar to'xu tashlig'i pardasini hatto oshqozon rakiga ishlatib, zo'r utuqni qo'lga keltirgan. Uning uchun 6 dona to'xu tashlig'i pardasini quritib, temir havonchida so'qib, talqonlab, 8 qitim kop etkidak dori yasash lozim. Uni kuniga 1 qitim, tamoqdan 1 soat ilgari sal sovugan qaynoq suv bilan ichish taklif qilinadi. Bu usulni anglaganim bilan turmushda sinab ko'rmadim. Foydalanib sinab ko'rish kerak. Yuqorida aytilgan miqdorda issa uning odam organizmiga ziyini yo'q. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishayli. Salomat bo'ling.